Assalomu alaykum, hoji aka. Siz? Xudoga shukr, alhamdulillah. Haftalarni yakunlab oldingizmi aka? Xudoga shukr, alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. To'lqin akaning hozir joyiga keldik. Bugun dushanba haftaning birinchi kunidan bugun yangilik. Xudo xolasa. Ha, yangiliklar zo'rlardan bor. Vatandoshlar musofirlar kutyapti. Salomlashib yangiliklar bo'lsa ayting. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'quvchimiz, aka-ukalarimiz like podpiskalar to'xtatmasdan bosayotgan aka-ukalarga assalomu alaykum. Yana bir bor ro'zalar bilan tabriklaymiz akalar. Xudo xolasa bugungi kunga yangi mashinalarni Spark, Matiz, Damas, Gentra, Cobalt, Lacetti hammasidan xudo xolasa Nexus'larning hammasidan bor. Hammasini ham eng arzon narxda kraskalar toza, ulanmagan, kesilmagan, shunaqaligiga javob beradigan holatda mashinalarni zo'rlarni chiroylilarini olib keldik. Birinchi kun dushanba haftaning boshiga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Birinchi navbatdagi manzillar ko'pchilik so'raydi, manzillar shunday. Chislasini ham aytib qo'yaylik, hozir necha chisla? 17-mart ekan mana. Hali chislani so'rayotgan aka-ukalarga lokatsiyalarimiz Andijonda O'zbekiston ko'chani Toshkent stansiyasida joylashgan. Telefon raqamlarimiz 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 772 55 11, 88 922 0101 raqamlariga murojaat qilinadi. Telegram, WhatsAppdan yozsa bo'ladi. Endi tracker deydigan bo'lsa, trackerdan Malibu deydigan bo'lsa, Gentra, Cobalt hammasidan xudo xolasa arzonlardan olib kelib qo'ydik. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bismillah deb boshlaymiz. 3D xizmatlarimiz qanday yuradi? 3D xizmatlarimiz deydigan bo'lsa, aytib ketamiz. 3D xizmatlarimizga Nexia 2, Nexia 1, qanaqadir haligiga Tico, Matiz, Damas bir ikkisi farqi yo'q akalar. Mol qo'yilsa ham barter qila olamiz bemalol. Buni xaladerniga ham olib o'tib ketamiz. Shu xaladerniga ham $65,000 ga deyildi, endi $55,000 ga qo'yildi. Aksiya Furan aka. Hisobiga mashinasini $50,000 ga qo'yaringlar. 10 kun bo'ldi kelganiga, 10 kun 15 kun bo'ldi kelganiga. O'zbekistonga, Turkiyada Haligini ichini ham ochib ko'rgan, ichini ochib ko'rganimiz. ichlarni ko'rishga. Chiyani o'tgan videoni ko'rsatyapman. To'g'riga o'tgan videolarda Nexia'larni 2 dan 3 dan qo'ydik. Yo'lda musobaqa ham bormi ayta bugungi videoda. Ichkarlar bo'lsa, xudo xolasa bo'lsa ichida aytib o'tib ketaveramiz. Hozir unaqasi hammasi Lekin zo'r mashinalar olib kelib qo'yilgan. bir so'z mas'ul, lekin yengilroq qilib bitta olsa ham chiqarib beradi. Ha, bo'laveradi. Unaqalari bor. Damazdan bor. Damaz bor. Hali hamma joyda eng arzoni ham 1300, 1,5 mingga chiqyapti. Damaz bilan Matiz bor $500 dan chiqarib beramiz. $500. Dokumentlarni Qo'yiladi. Bo'lsa Gap to'g'ri bo'lishi mumkin emasmi? Общий summasi ham rosa arzon holatda bo'ladi. Mana 2008-yil Damaz ham o'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz, 2007-yilni ham 3,5 mingga qo'ydim. Mana 2008-yil Damaz ham butun shu mashinani ham $2,500 ga dushanbaga deyilganiga mana shunday qilganda tugayman deydigan aka-ukalar uchun $2,500 ga Damazda eng arzoniga qo'ydik. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib turinglar. Qo'ldan kelgancha To'lqin aka bilan chiroyli osyomka qilamiz. Mashinalar to'liq narxlari, avtokreditlar va naqd pulga bir xil narx. Shu boshlanish to'liq aytilib ketiladi. Oylik to'lovlarni telefon qilsangiz, batafsil davlat raqamini aytib, bemalol oylik to'lov hisob-kitob 3 yil yoki 4 yil, 5 yil aytsanglar yiliga qarab hisob-kitob qilib beriladi. To'g'riga bo'lsa Trekkerdan boshlaymiz. Trekkerimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, toza kraskasi yo'q. 56 ming yurgan, probegini so'rayotgan aka-ukalarga 56 ming yurgan, puliga deyilayotgan puliga, naqd pulga ham, kreditga ham variantga boshqacha savdo bo'ladi. U 6 oygacha nasiya savdoni ham boshlaganmiz. $50,000 kami bor, ozgina yo'lni qilib beramiz. Dokumentlari ichida 10 so'm pul rasxod qilmaydi, bankka ham, anaqa bank oladigan bo'lsa ham, dokumentiga ham hamma yo'q ichida qilib beramiz. Ichida qilib beramiz, ha? Endi Cobalt'i bor, Gentrasi borgan, barteriga ham kelishaveramizmi aka? Redline'dan bo'lib ham hali sababi hali Redline 5,5 tiydiganidan. Bilasizmi, hoji aka? Ha? Boy Redline. Yurgan masofasi 53 ming. Bo'lik. Qancha yurgan? Toshkentda 51 ming yuribdi. 53 ming 156. Luklar bor, panorama. Holatlari yaxshi holatda. Benzina bu.
Propan, metan qo'yilgan poli markani. Ikkita poli bor ekan. Yangi bu poli ham bor ekan. Zapaska balonlar bo'shamagan. Qanday qiziqarli bo'lsa, olib chiqarib, poli jentlmenga vaqtida. Aka, mana bu video hali ham turibdi, egasini kutib. Malibu ashi bir oy mana shu Ko'pchilik aka to'lqin aka narxini nima ma'lum ko'rsatyapti, narxini aytyapti. Bu nimaga? bonusga qo'yildi-yu. Bo'lsa, bu Bonusi sotiladigan bo'lsa narxini aytamiz. ko'pchilik kommentga yozdi. Bonusga qo'yildi, bonusga qo'yildi akalar. Agar kelgan joyiga sotib olaveramizmi? ha, yo'q, endi to'xtang, Sotilmaydi, mana shu bir oy bo'lsin, kutaylik, keyin bir tomonga suriladigan bo'lsa, keyin unga qarab bo'ladi. Bo'lmasa narxini endi sirasi aytamiz, sotilib. Amazon ichi turibdi lekin, Ha. Amazon ichi. Yaxshi-yu, Ramazonda haligini qilib, tuzga duo qilsa ham, mana shu ham bo'lsa, haligini qiladi, to'g'rimi? Xudo xolasa, mashina ham Ramazondan meros bo'lib qoladi. Mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkalasi ham toza sapachogini hech kim aytmayotgan uchun sapachogini aytib ketyapmiz. Ikkalasini ham sapachogida bor xolos. Ikkalasini ham 7,5 ming dollardan qo'yildi. Agar dokument deydigan bo'lsa, dokumentini bunisini ichida qilib beramiz. Bank transportigacha molisini ichida qilib beramiz. 2013-yil. Bitta oqil to'g'ri deysiz. 7,5 ming dollarga qo'yilyapti. 14. Farqli ham turmayotgan to'rtta 15 ga balonda. Chang'o balonlarda. 3 sizena, monitor, rol tebralardan qo'yatirilgan. Hamma navrotlari bor mashina holat. Shumkalar bo'lgan. Opera stoplarda. Keyingi laset. Yurgani qancha ekan uni? Ko'rmadingmi? Ha. Buni demokrasi bor. Kraskasi ham ozgina buni. Cho'l poli qilingan. Holatlari yaxshi, to'rtta yaxshi. Yumshoq soqoli ketmagan hali baloni bor. 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomaskarovka, bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi paysi. Ikkalasini ham narxini bonusini 8,5 ming dollarga qo'yapmiz, bunisini 9,5 ming dollarga. Bankka ham, kreditga ham ikkalasiga ham chiqaradi aka. Bir xil narx-a? 2,5 ming 2800 dollar bo'ladigan bo'lsa, bank holatda chiqaradi. To'rtta sakkiz Skasi ham balonlari ham yaxshi holatda. Avtomat korobka, tezsa, monitor, poli yurgan masofasi 142 ekan. 142 ming yurgan ekan. Tayyor. Xolos haydaysiz. Holatlari yaxshi holatda. Eksportga chiqqan Ravon shekilli bu. Ravon ekan bu. Keyin Cobalt'imiz, buni yili nechida Cobalt? Yili nechida buni To'lqin aka? 2019. Yillar yangi ekan. 440 yurgan ekan. Cho'l qilingan, poli qo'ygan, tezsa monitor yurgani 440 ming. Holatlari yaxshi. Balon holatlari yaxshi ekan. Endi jendera so'raganlar 3-pozitsiya, 2020 toza kraskasi yo'q. 1,5 yillik kredit to'langan, 4 million 800 ming so'mdan hozir bu yog'i bo'ladigan bo'lsa 3500 dollarga hisob kitob chiqaradi. 2500 1,5 ming to'langan. Ha, 1,5 yil to'langan, 1,5 yillik to'langan, 18 oylik to'langan. Qolganini to'lab oladi. Balon holatlari yaxshi. dokument ketaveradi. Ha. 800 ming minib ketaverar ekan, nima boshlanadi? Uchinchi paytda mashina cho'l poli qilingan. Mashina holati yaxshi, uchinchi paytda. Yurgani 110 ming yurgan. Yurgani 110 ming. 110 yurgan. Ha, yurgani ham oz. Yani chiqaradi. Ha? Berani qilib beraveradi. Bunisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan, toza kraskasi yo'q, generalni ham chiqaradi, libo narsa chiqaradi. Auksion nomerlari ham qolaveradi. Auksion nomerlari bilan ham qolaveradi. Bunisini 12 ming dollar kami bor, yo'lni qilib beramiz. 12 ming dollardan. 2800 3000 dollar bo'ladigan bo'lsa, hali o'zini nomiga chiqaradi bunisi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 9,5 ming dollarga qo'yilgan, dushanbadan dushanbaga 2019-yil. Bunisini 8500 dollarga faqat dushanbadan dushanbaga deyilgan shuncha katta aksiyaning bombasi
Mashina o'zidan 19 yil ham 155 raqamlari bilan ko'rib qo'ydi. 3-payti archa balonlarda balon holatlari yaxshi, yumshoq balonda. T82 Yuklari bor akalar. yurgani Zinabagirek bor. 99 ming yuribdi. 99 Salon holatlari yaxshi. Gazlari ham bor. Bunimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 210 ming, chuqur bo'lik qilingan. To'rtta yaxshi yumshoq balonda turibdi mashina. Holatlari yaxshi. Mana bu Munistni manaqa 2 tonnaligi ham bor, 2 tonnalik. Yo'q, bo'lmasdan. Munistni 2 tonnaligidan ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 14 millionga oldik, 1000 dollarga sotib olamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 13 millionga sotib olamiz. Ali o'zi bortda bunday ontalib mashinalarga Kaval singari on ko'tariladi, yuk bilan. ontariladigan ekan. Buni barterga olib ketdim aka, mashina olib yo'q. Mashina olib ketdik, Cobalt berdik. Yo'q, akalar mana. Qanaqa mashina bo'lsa, Nima bo'lsa olib kelib almashtirib ketishyapti. Texnika bo'lsa bo'lyapti. to'rtta balon bo'lsa bo'ldi, lekin bunda 3 ta ekan. Ammo 15 millionga mahallasiga bermagan ekan. O'zi yangisi 35 million ekan. Bunisini ham aytib qo'ying, yangisi 35. 2000 dollar, 3000 dollar yaqin. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Hochaka buni ko'rgan bo'lsangiz 2007-larni ham 3,5 ming dollardan kam yo'q qo'ydim. Bitta bomba qilib berish uchun Ro'za Ramazon kuniga xudo xolasa mashinamizdan cho'tta balonlik qarang, yangi hadovoy motor korobka o'ta go'zal holati 2008-yil. Shuni ertaga bir kunlikka naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 2,5 ming dollarga qo'yadi. Olib ketaversin. Ha, bank ketgan bo'lsa ham 5-600 dollarga chiqaradi. To'rtta balon yaxshi ekan mashina. Salon holatlari ham yaxshi. 500 dollarga shu davlat sotamiz. Chiqaradi. Balon holatlari yangi balon ekan, baloni ham. Chiqim yo'q ekan. 2020-yil kelasi ham 2020-yil hoji aka. 6,5 ming dollardan qo'ydim. Bunisini davlat raqamini ko'rib oldim. Mashinasini ham bitta 1000 dollar aksiya qilamiz. 6,5 ming dollardan qo'ydim. 5,5 ming dollarga ertaga bir kunlikka naqdga bo'lsa hisobimiz chiqaradi. Ertaga bir kunlikka. Bunisini bo'ladigan bo'lsa 6,5 ming dollarga bera olamiz bunisini ham. Bankkacha aka? Bankka ham 6,5 ming dollar, 5,5 ming dollarga ham bankka beramiz. 6,5 ming dollar, 5,5 ming dollar, 2,5 ming dollar bo'lib hammasi ham 5,5 ming dollar ekan bunimiz. Holatlari yaxshi. Yaxshi 121 ming yurgan. unaqa ja ko'p pul kerak emas. 5,5 ming dollar deyapti uni. Orqali kesinglar, hisob kitob. Bunisini 6,5 ming. To'rtta yumshoq baloni bor. Mana to'rtta yumshoq baloni bor. Chuqur bo'lik qilingan. Bo'lgari bor. Holatlari yaxshi. Tayyorda olasiz, gazini qo'yib kirani bosib olasiz. Keling, matizlarni aytib ketgandan keyin. Hoji aka, matizlarni aytib ketamiz. Bularni ko'r. Siz ham so'rayapti. 2011-yil 3800 dollar, 2008-yil 3300 dollar, 2010-yil 3300 dollarga beramiz. Aksiya qilib qo'ying mashinani ham hoji aka. Bo'ladigan 3300 dollarga qo'yilgan narsa 2500 dollarga faqat ertaga bir kunga. Bir kunga. 2500 dollarga ertaga bir kunga naqd pulga yoki bankka oladigan bo'lsa chiqaradi. 2010-yil 3 tantanamiz kerak. 2013 ekan. Boshda tayyor ekan ama chiroyli ekan. Oladi minada, gazlari bor. Oladi binadi. Balon holatlari yangi ekan balonlar. Bunimiz Nexia'miz. Hoji aka, buni mashina purushlar olsa ham bemalol foyda qilaveradigan holatlarga har dorda o'zlariga beraylik deyapmiz. Hali 3,5 ming dollarga ham bemalol bozorda sotilyapti. Foyda qilsa bo'laveradi. 3,5 ming dollarga bozorda sotilyapti. Lekin Farg'ona bozorida unaqa narx yo'q. 2014-yilda ishlab chiqarilgan hoji aka 3,5 ming dollarga bera olamiz. Kraskasi yo'q. Aybi sariq xolos. Sayi toza ekan. Nechinchi? 2014-yil. Zo'r ekan. 3,5 ming dollar.
Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kimga bo'ladigan bo'lsa 2500 dollarga bir mashinani sotiladi. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Ertaga bir kunga bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga 2500 dollarga o'tkazib oladi nomiga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2500 dollarga qo'yib olyapti. Eksi 2. Aqlar aytadi 834. To'g'ri, yaxshi holatdagi, o'rtacha holatdagi. Bitta olacak ekan. Holatlari chekib Sog'lom holatlar chiqib bo'la qilingan. Tayyor ekan. Ko'k ekan tayyor aka buni. Tayyor. Ko'k. lekin yangi O'chib ketsa, ha, mana o'chib ketdi mana. O'chirdi bo'lar ekan, tayyor chiqyapti nima ko'rib. akalar aloqaga chiqaverasizlar, ikkilanib o'rnab turib bitaliga qarasa. O mashinani aytib berdim, nimaga unaqa 2500 arzon deydigan aka-ukalarga motorini rasoti yo'q, unisiga 100% javob beramiz. Ulag'i bormi deydigan aka-ukalarga ham ulag'i yo'q. Bu yerni ham aytib ketamiz. Hali ikkita mashinadan bitta qilingani uchun arzon degan fikrga kelmanglar. Ular pulag'i yo'q, subay butun mashina. Bunisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan 4,5 ming dollarga hisobimiz chiqaradi. 4,5 ming dollar ichida birato'la hali dokumenti ham ichida deb aytib ketaman. Dokument qilib beraverasiz. Bir kunda dokumenti bo'ladi. Oldi soatda yoki anaqa generalniy. Xatarisini qilib beriladi aka. Oldi soatda oldisa chiqib bo'la qilingan ekan. Yurgan masofasi 310 ming yurgan ekan mashina. Qancha yuribdi aka? 310 ming yuribdi, balon holatlari yangi ekan. 300 metr davlat raqamli mashinamiz. Bunimiz Ikkalasi ham 2011, 2014, 2015-yil ikkalasini ham puli bir xil 5,5 ming dollardan qo'yaveramiz. 5,5 ming ekan bu ham. To'rtta yangicha balon ekan. Chiroyli rollar qo'yilgan, poligi bor, chixoli bor. Holatlari chiroyli. Mana hozir yurgan emasmi mana o'zi? Holatlari yaxshi holatda ekan. Lekin buni hammasi bir xil qo'yib yubordi emas, uchasini. Bir xildan. Bu 65 ming ko'rsatib qo'yapti probeg. Ishlamay qolib shekilli. Umu tiniq ekan. Motor holatlari yaxshi-da. 500 davlat raqamiga qo'shamiz. To'rtta balon yaxshi holatda. Bu beka ekan. Ajoyib. Salon holatlariga kelsak, salon holatlari yaxshi. $3,5 ming qo'yganmiz. Agar ertaga bir kunlikka bo'ladigan bo'lsa 3,5 ming dollarga nomiga ham o'tkazib beramiz. Nomer pasportigacha qadab ham beramiz. Ertaga srochniy akalar keladigan bo'lsa 3,5 ming dollarga nomiga o'tkazib nomer Matiz narxi olib ketdi. O'zi 3100 dollarga. To'rtta balon yaxshi. 200 dollar rasot qo'yganmiz, 3300 dollarga turibdi. 3,5 ming dollar deyishimiz sababi 200 dollar ustiga qo'yapsiz. Sodalasak bo'lmadi. 3300 endi ertaga bir kunlikka bo'ladigan 3,5 ming dollar pul beradigan bo'lsa nomiga o'tkazib nomer pasportigacha. Ashinisini o'ziga ham 500 dollar 500 ketib qoladi. 3000 mashina demoqchiman 3000 dollarga tushib qolgan bo'lib qoladi. Ama 500 dolar ketadi shuna pashti. Salon holatlari yaxshi mashinamiz, yurgan masofasi. Salon holatlari yaxshi. Salon holatlari ham yaxshi. Video ham yaxshi.
2013-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 4800 dollarga qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1 kunlikka 4200 dollarga beraman. Faqat bir kunga 4200. Faqat 1 kunga 4200. Nomini ko'rib olinglar. 105 davlat raqamda. Bitta bola yaxshi holatda. Qo'shlarimiz chuqur bo'lik qilingan. Qo'lik bor. Masetirlarda. Holatlari yaxshi. 105. Holatlari. Kelasiga ham 2,5 ming dollardan hesabimiz chiqaradi. Bunisini ham unisini ham tanlab olaversin. Tanlab olaveramiz aka. 2009-2010 yillar mana mashinalar lovlar turibdi. Bola holatlari yaxshi ekan. Buni ham chuqur bo'lik qilingan. 9ni ham bir xil narxda olib ketaverasiz. Oh, tepalari ham qo'ygan. Alikantari ularni. Buni holatlari 2009 a bu. bu 9. Bega ekan bu. Bitta so'randa ekan. Nomerlari ham 30. Kelib mashinalarni ham bir qator tezroq qilib berib qo'yaverasiz. Endi Nexus so'raganlar uchun Nexus 3 tadan ham 1 2 3 4 5. aka sparklarni ham bir qator ko'rsatsak. Hozirgi bunisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomatik roket. Ayol kishi mingan juda qiziqarli, zerikarli joyi, yurgani ham 90 ming, qarabiga ham yangida qilib yuradi mashina. Bozorda bo'ladigan 9,5 ming ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7000 dollar, 7,5 ming ham demaymiz, 7000 dollarga hesabimiz chiqaradi. Ertaga bir kunlikka bo'ladigan bo'lsa 7000 dollarga hesab kitob qilib beramiz. 980 davlat. 4-paysi. 4-paysi avtomatik. Yurgani 9055 kilometr. Svejiga gazlari bor. Bunisini ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4300 dollarga qo'yaveramiz. 2010-yil 1 kunlikka qo'yapmiz. Buni yana akalar aytib deb qo'yapmiz 1 kunlikka 4300 dollarga. Bunisini bo'ladigan bo'lsa 2014-yil 5500 dollarga qo'yaveramiz. 5500 dollar. Buni ko'rishayotgan bo'lsa bozorda ham 6600 dollar, 7000 dollargacha bo'layotgan mashinalar. Bularni aytyapman. Bunisi tushunyapsiz, 5500 dollarga ertaga 1 kunlikka bunisini 4300 dollarga qo'yib beramiz. Yap. Bitta bola yaxshi holatda. Chuqur bo'lik qilingan. Tesla monitorlari bor. Kanalchalari ham bor. 235 davlat raqamli mashinamiz. Keyingi sparkimiz 843 Mercedes toplarda. Chuqur bo'lik qilingan. Ayta bo'ldi ekan. Bular bo'yicha to'lasizlar akalar qaysi biri man ko'p kelgan bo'lsa mashinaga kelib Nima deysizlar? Ma'qulmi? 5500 dollarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisi 4300 dollarga 2010-yil, narigisi 2019-yil 7000 dollarga. 2014-15lar puliga to'g'ri kelyapti. Avtomatik. Avtomatik ham. Buni ham 4-paysi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiskalar to'xtatmaymiz akalar. Yevropada yurgan Najmiddin degan ukamiz bor. Oshini ham qilib bermasdan ketib qolgan. O'zimizning operator u Kaltayxor salomimiz ashi bolaga ham yetib boradigan qilib gaplashyapmiz o'zi dedi. Undan tashqari mana hali endi uychidan telefon qildi, Kamolni nima dedi hoji aka? shunaqa Moskvadan qildi. Moskvadan qildi. Shu bolaga ham uka mana obzor chiqarmayapsizlar deydi. Sizga ham salomlarimiz bo'lsin ukajon. Telefon qilishyapti, to'g'ri aka. Bir kun to'xtab qoldingiz. Savdolar bilan bo'lib telefon qilib videolar yangilab turibdi. Ashi uzay Yevropadagi u yerda aka ukalar mana shunaqa qilib hali ro'za Ramazonda ichi savdolar bilan bo'lib, savdodan tashqari charchab qolyapti. Shuning uchun jicha qiylanib qolgan holatda obzor chiqara olmayapmiz. Uydagilar jo'nata olasizlar, kelaveradi. Hali plastik, naqd pul, terminal hammasiga savdolar bo'lyapti. To'xtash yo'q. O'zimiz shu yerdamiz akalar. Bemalol. Yana qayerdan so'rayapsiz hoji aka? Hali kaptaran berib olaman deyapti. Kaptaran berib olaman deyotgan hali Qozog'istonda aka-ukalarga ham rahmat.
hali asakadan deyildi. Undan tashqari qayerdan ko'proq yozilyapti deyapti aka. Asakadan. Asakaliklar Farg'onani qo'lga olamiz, xudo xolasa Farg'onadan o'tamiz deb taminki yozyapti. Ha, Farg'onadan o'tishimiz shart deb asakadan ham Faqat Farg'ona deyapti-yu, Asaka nimaga gapirmayapti? Endi sababi Farg'onadagilar u Farg'ona deyishimning sababi ham endi Farg'onadagilar bilan shunaqa bo'lib ketdiki, hali bittasi akam, bittasi ukam deydigan darajada bo'lib ketdi. U o'ta ham qalin bo'lib ketdik. Sababi shular bilan oldi berdi shular shu aka-ukalar ko'proq dang'illatib Farg'ona viloyatidagilar shunaqa qilar ekan. Shu akalarni Qashqadaryodan boshlashyapti, Qashqadaryoda ham gapirilyapti. Namangan ham to'xtamayapti. Mana hozirgi kunda Asaka hech kimga berib qo'ymaymiz deyapti. Mana qani bismillah deb Asaka siyla deb boshlanadi mana akalar. Farg'onadan baribir trenddan tushgan, brendga chiqqan, shunaqa harakat qilaylik akalar, Farg'onaga yetishib yuraylik. Farg'ona oldinda emas, v общем yuksaklari ketyapti. Oldinda u yoqda tursin. Yuksaklari ketyapti. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Yo'q, aviyolar. Qaysi? Bularni aytmadingmi? Yo'q, aviyolar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 100% tonirovkasining ruxsatnomalari ham bor. Bunisini $2700 ga qo'yganmiz, ha? 2800, 2700, 2500 ga qo'yaraylik, erta kunga bo'lmasa. Bir kunga. $2500 ga chiqarib bera olamiz. Ham ularning ikkalasini mokriy asparlarini $2000 dan chiqarib olamiz. Monisini $1800 ga ochaka. 19-yil bunisi 2020-yil bunisini 2200 ga chiqadiganini 2000 ga chiqarib olamiz. 2000 ga. Ha. Qolganlarni ham $2400 dan chiqaradi. Oxlari nargilari $7,500 dan qo'yib berdi. Maqbul epika. O'ychasan bir to'rtta chanqur balonda tamirovkaga 8 oy ruxsati bor. Cho'l bo'li bor. Testament mikrofon qo'yib qo'ygan mashina. Moshda qiziqarli, zerikarlimi? Kirskilar ham oz. Bizda davlat raqamli mashinamiz. Buni 1800 dedi. Ha, buni 1800 dedi. Bitta baloni bor. Cho'l bo'li qilingan. Olingan. Tayyor. Ras minas deydigan mashina. Bizda davlat raqamli mashinamiz. 920 davlat raqamli mashinamiz. Archa balonlarda to'rtta yaxshi baloni bor. O yurgani 91 ming. Zapaska ham tushmagan ekan mashinamiz. Bunimiz yurgani 170 ming, uniki 110 ming, Beysarhamniki buniki 92 ming. 124 davlat raqamli mashinamiz. Yurgan masofasi 337 ming yurgan. 337 ming yurgan, 92 ming yurgan, 170 ming, 110 ming yuribdi. Buni holatlari 4 ta balon yaxshi holatda. Bunimiz yurgani 2 km yuribdi. Buni qo'yadigan bo'lsangiz $800 ovoraring, $7,5 dan $6,700 dan hech nima qilib bermaymiz. Ikkalasiga ham $6,700 dan qo'yib oling. 2008-yil avtomatik korobka, bunisi 2011-yil mexanika. Mexanika. Avtomatini ham mexanika ham bir xil. Ha, bir xilda. To'rtta yumshoq, yangi to'rtta balon deyishgan. Bojinli salon avtomatik korobkamiz bu. Salon holatlari ham yaxshi javurni ketmagan ekan. Yaxshi qalab mindirilgan ekan mashinamiz. Modlar kelgan ekanda. Bu ham to'rtta balon yaxshi holatda ekan. Bozorliklardan hamma tomonlama hisob-kitobni chiqarish kerak. Manzillari bu qator aytib. Manzillar bo'ladigan bo'lsa, Damas ko'rmagan kukalarga bo'ladigan bo'lsa, ikkitaga 1 kunlik $2,5 qo'yapti.
Maqbulga. Manzillarimiz Andijonda O'zbekiston ko'chasini akalar. Toshkentdan yankasidamiz. Telefon raqamlarida aytadigan aka-ukalarga 90 525 45 45 93 160 99 99 90 772 55 11 88 922 01 01 raqamlariga murojaat qilib oladi. 3D xizmatlarimiz bor. Qanaqandir Damas, Nexia 1, Tico, Matiz shunaqangi mashinalar bo'ladigan bo'lsa bartir 06 07 mashinalar bo'lsa bartirlarimiz bor. To'g'rimi? Uni ham bartiri Qo'llar ham bo'laveradi. Bartirga. 16 ham mana tanga yangi 35 million ekan mana. Yurish 5 ta skorost ekan. Mashinalar yurar ekan, orqalari ham dialoginikalari ham kiranlar bunaqasini. Ashaqalari. To'kadiyorlarda ishlaydi ekan. 2 tonnagacha bemalol yuk olar ekan. Ammo 14 millionga oldik, $1000 ga berib olamiz. 13 millionga. Pul zarur qilib olib sotamiz akalar. Suv tekinga deydi, shunaqasini akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiskalar to'xtatmasdan bosamiz, hammaga omad. Farg'ona viloyatidagi aka-ukalarga omad, sog' bo'linglar.